Saytdan pul ishladim. Endi uni chiqarish uchun payer kerak deyaptimi? Jin ursin, nima bu? Buni qanday chiqaraman? Senga qanaqa payerdan obmen qilishni o'rgatmadimmi? Hozir o'rgataman. Buni qolganligiga ham tushuntiraversan. Maylimi, Sendor? Hozirda ko'pchilik saytlarda to'lov payer orqali amalga oshirilmoqda yoki-da saytlarda ishlagan pullaringiz Payer, WebMoney, Trix va Tonda tashlab berilmoqda. Siz esa ushbu summani qanday qilib yechib olishni bilmay, mening videomni topib kelganingiz aniq. Siz to'g'ri manzildasiz. Agarda videoning mavzusi sizga foydali va qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, videoga like bosing va menga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang. Biz esa boshladik. Xullas, birinchi qiladigan ishimiz Payer hamyonni ochib olish, chunki biz hozir aynan Payerga to'xtalib o'tamiz. Payer hamyonni ochish bo'yicha videom esa video opisaniyasida havolasini qoldirganman yoki-da mana bu burchaklarda chiqayotgan opovesheniyadan o'tib bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Keyingi qiladigan ishimiz barchaga qulay bo'lgan platforma Telegramga kirib, tezkor obmen uz botini qidirib topamiz va agarda erinsangiz, video opisaniyasida va kommentariyada link qoldirib ketaman. Linkdan o'tsangiz sizga bonuslar ham berilishi mumkin. Shunday ekan, boshladik. Havola video ostida, qolganini esa ekran zapisida tushuntirib beraman. Xo'p, bolalar, bizani qiladigan birinchi ishimiz o'sha Payer haqidagi videoni ko'rib, Payer ochib olish va Telegramga tezkor obmen uz bot deb qidirib yoki-da video ostidagi havola orqali mana bu botni topib o'tishimiz kerak bo'ladi. Birinchi qiladigan ishimiz mana shu. Xo'p, ushbu botga start tugmasini bosamiz va o'zimizga kerakli bo'lgan tilni tanlaymiz va bu yerdan ismingizni yozib yuboring. Ism, familiya, Sendor Shomamatov. Tayyor va Telegram akkaunt raqamini yuborish degan pastdagi tugmani bosamiz. Bu yerda bo'limlar bor, menyu ko'rishingiz mumkin. Valyuta ayirboshlash bizga eng asosiy kerak bo'ladigan menyu. Hamyonlar, kurs, zaxira, almashuvchilar, qayta aloqa, referral, sozlamalar va Telegram Stars. Xo'p, birinchi o'rinda hamyonlar bo'limiga kirib olamiz. Hamyondan UzCardga o'zimizning kart raqamimizni kiritib olamiz. 8600. Bu meni kartam, если что donat kerak esa bemalol shu kartaga pul tashlaversangiz bo'ladi. Xo'p, UzCard kartamiz, hamyonimiz saqlandi. Endi bizga Payer kerak, Payer USD bosamiz va bu yerdan o'zimizning Payer kashogimizni nima qilib olamiz. Payerga kiramiz. Payer account mana bu yerga profilchamiz ustiga bosamiz. Account infodan account nomerni nusxalab olamiz va bu yerga qo'yib olamiz. Tayyor. Ikkala hamyonimiz ham saqlandi. Mabodo sizlarda Humo bo'lsa, Humoni ham saqlab qo'yishni tavsiya qilaman. O'zingizlarga kerakli, o'zingizlar ishlatadigan hamyonlarni adreslarini saqlab qo'yamiz birinchi bu joyga. Endi kursni ko'ra olamiz. Xo'p, kurs Payer sotish kursi, bu sotish kursi biza sotib olishimiz narxi. Sotib olish kursi esa biza botga sotish narximiz hisoblanadi. Xo'p, bizda bitta Payer USD 14500 so'm. Bitta ton 55000 so'm. Xullas, bitta USDT 13800 so'm ekan. Mabodo bizda Payer USD yoki ton bo'ladigan bo'lsa 30000 dan 12100 so'mdan sotishimiz mumkin ekan. Zaxirani ko'rsatish orqali esa umumiy qancha summani bemalol aylantirishimiz mumkinligini ko'rib olishimiz mumkin. Bu yerda ton coin sotib olish salgina kamroq ekan. Lekin Payer USD $851. Xullas yetadi bu sizlarga. Mabodo sizlarga katta summa kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerga kirib zaxirani ko'rib olishinglarni tavsiya qilaman. Xo'p, almashuvlar bu tarix, qayta aloqa, xullas valyuta ayirboshlashga o'tamiz. Valyuta ayirboshlash bo'limini ochganimizdan so'ng bizga ikkita qator beriladi. Berish va olish. Berish, biza qancha summa bermoqchimiz va qancha summa olmoqchimiz. UzCardni kiritamiz berishga va olmoqchimiz qaysi valyutani. Payer USD. Payer USDni tanlagandan so'ng berish olish mana bunaqa chiqib keldi. Xo'p, berishni kiritish, olishni kiritish. Ya'ni berishni kiritishda sizda bor o'zbek so'mi, UzCardingizda bor summani yubormoqchi bo'lgan summangizni shunchaki kiritasiz va o'zingizga o'sha summaga mos USD qabul qilib olasiz. Agar sizga Payer aniq miqdorda USD kerak bo'ladigan bo'lsa, o'shancha summani kiritasiz. Xo'p, biz
aniq miqdorda USD olmoqchimiz. Ya'ni bizga $2 kerak. Payer USD bosamiz va bu yerdan minimal $3 ekan. $3 kerak bizga. 3 ni bosamiz. 3 ni yuboramiz aniqrog'i. Siz to'lov qilmoqchi bo'lgan kartani yozamiz. Men qabul qilmoqchi bo'lgan raqam. Xo'p, 43500 so'm to'lashimiz kerak. To'lovga o'tish tugmasini bosamiz va bu yerga bizga karta beriladi. Kartani bir marta ustiga bossangiz nusxalab oladi. Xo'p, endi biza ekran zapis bilan pul yuborish imkoni bor bo'lgan bank dasturi kerak, lekin hozir bunaqa bank dasturi qolmagan. O'shaning uchun pulni tashlab olaman va keyin sizlarga ko'rsataman. Hali ham ko'ryapsizmi? Ko'rishda davom eting. Uxlab qolmang. Xo'p, ko'rishinglar mumkin. To'lovni amalga oshirdim. Mana bu cheki. Endi esa botga kirib, chekni yuborish tugmasini bosamiz va chekni shunchaki yuborib olamiz. Sizning almashinuvingiz qabul qilindi. Shunaqa 43500 to'lov tekshirdi hozircha. O'tkazma sanasi shunaqa oliy ma'lumot berildi bizga. Endi admin tomonidan tasdiqlanib bizga USD jo'natilishini kutishimiz kerak. Va ko'rib turganingizdek, qisqa muddatda bizga summalar tashlab berildi va mana bu Payer'dagi balansimga tushgan pul. Ko'rishingiz mumkin. Bilganingizdek, ushbu botda sizning pullaringiz tez va hamda ishonchli holatda obmen bo'ladi. Bundan tashqari, bunday qulay kursni hech qayerdan topa olmasligingiz aniq. Agarda siz Payer'ga tushgan pullaringizni chiqarib olmoqchi bo'lsangiz, valyuta ayirboshlashga kirasiz va bu yerdan birinchi bo'lib Payer USD ni tanlaysiz va Uzkart yoki Humo kartangizni tanlaysiz. Xullas shunaqa amalga oshiriladi bu narsa. Keyingi bo'limlar almashuvlar bo'limida sizni barcha almashuvlaringiz mana shunaqa holatda turadi. Buni hammasini ko'rib olishingiz mumkin. Bu barcha isbotlar desa ham bo'ladi. Hamma narsani, hamma qilingan harakatlaringizni. Xo'p, qayta aloqa. Bu bo'limda siz operatorlar bilan bog'lanishingiz mumkin. Mana bu tugmani bosib, bemalol o'zingizda bo'lgan muammoni mana shu profil egasiga yozib yuborsangiz zo'r bo'ladi. Xullas, bu yerda barcha ma'lumotlar, barcha tranzaksiyalar, barcha foydalanuvchilar haqida ma'lumotlar berilgan. Keyingi bo'limlarimizga keladigan bo'lsak, referral bo'limi. Referral bo'limi eng zo'r bo'lim bo'lib turib, siz bu orqali yanada qo'shimcha daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni ushbu referral orqali siz botga do'stlaringizni taklif qilib, har bir do'stingizni daromadidan, ya'ni o'tkazmasidan 2% daromad olishingiz mumkin. Ya'ni ular deylik 10,000 so'm o'tkazishdi botga va o'sha 10,000 so'mdan 1% 10 so'm bo'ladigan bo'lsa yoki 100 so'm bo'ladigan bo'lsa 1% 200 so'm sizni balansingizga, botdagi balansingizga qo'shiladi va siz ushbu balansingizni bemalol pul yechish bo'limi orqali yechib olishingiz mumkin, lekin hozircha minimal yechish qiymati 15,000 so'm. Xullas, pastdagi havola orqali o'tib botga bemalol pul ishlashni boshlashingiz mumkin. Keyingisi sozlamalar bo'limida. Sozlamalarda biz tilni o'zgartirishimiz, familiya ism-sharifni o'zgartirishimiz mumkin. Bu unchalik muhim bo'lmagan narsa. Keyingi bo'lim Telegram Stars bo'limi. Telegramning o'sha Stars valyutasini arzon narxlarda xarid qilish uchun adminga yozing ekan. O'sha admin orqali sotib olish mumkin ekan. Botni ko'rib chiqdik. Mana bu bot profili. Bemalol kirib, ko'rib, tekshirib o'zinglar uchun Payer USD yoki boshqa valyutalarni sotib olishingiz mumkin. Shunday qilib, bugungi videoda biz Payer va WebMoney hamyonlaridan pullarni qanday qilib so'mga aylantirish va so'mingizni qanday qilib ularga tushirib olishni o'rgandik. Video sizga yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Kamchiliklarni ham yozsangiz bo'ladi. Agarda video foydali bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang. Siz bilan doimgidek Sindorus bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Sindor, bergan sayting bo'lmaskan, men Payer'da to'la deydimi, VMZ deydimi, Tron deydimi, Trex yana tom bir balolar deyapti-ku, buning kartadan to'la bo'lmaydimi? Mana shu narsani tushuntirdi menga. Bo'ldi.